Bir necha 10 yillardan beri Tayvan bo'g'ozi Qo'shma Shtatlar va Xitoy o'rtasidagi potensial keskinlik nuqtasi bo'lib keladi. G'arbiy Tinch okeanining boshqa hech bir joyida Pekin va Washington manfaatlari to'g'ridan-to'g'ri to'qnashmaydi. Amerika tomoni rasman yagona Xitoy siyosatiga amal qiladi va faqat Pekinni tan oladi. Tayvan bilan emas, aynan kommunistik Xitoy bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. Shu bilan birga Tayvan bilan ittifoqchilik munosabatlarini ham saqlab keladi. Xitoy esa Tayvanni mamlakat tarkibiga kiruvchi isyonkor provinsiya deb biladi. AQShning Tayvan mustaqilligini qo'llab-quvvatlashi haqidagi har qanday bayonotini Xitoy tomoni qizil chiziqni kesib o'tish sifatida baholaydi. Yil yakuniga kelib ushbu hududda vaziyat yana keskinlasha boshladi. Dastlab AQSh ma'muriyati Tayvanga 11 milliard dollarlik qurol-yarog' paketi sotilishini ma'qullagani haqida xabarlar chiqdi. Pekin bu qarorni keskin tanqid qildi va AQShning mudofaaga aloqador 20 ta kompaniyasiga qarshi sanksiya kiritdi. 29-dekabrdan esa Tayvan bo'g'ozi atrofida Just Mission 2025 nomli keng ko'lamli harbiy mashqlarni boshlab yubordi. Xitoy tomoni bu chora o'z suverenitetini himoya qilishga qaratilganini bildiryapti. Nima uchun Qo'shma Shtatlar va Xitoy o'rtasidagi raqobatda Tayvan muhim geostrategik ahamiyat kasb etadi? Birinchidan, geoiqtisodiy tomondan Tayvan Xitoy taraqqiyoti uchun mislsiz darajada muhim. Zamonaviy Pekin dengizlariga qaram bo'lgan quruqlik davlatidir. Xitoy oziq-ovqat, xomashyo va energiya resurslarining juda katta qismini import qiladi. Shuningdek, tayyor mahsulotlarni bozorga chiqarishi kerak. Bularning barchasi dengiz yo'llari orqali amalga oshiriladi. 1980-yillardan boshlab Deng Xiaopingning iqtisodiy islohotlari davrida Xitoyning iqtisodiy markazlari mamlakat ichki qismidan qirg'oqqa ko'chadi. Maxsus iqtisodiy zonalarning ko'pchiligi qirg'oq hududlarda tashkil etiladi va iqtisodiy rivojlanish mamlakatning qirg'oq shaharlarida to'plandi. Tayvan bo'g'ozi esa Xitoy, Yaponiya, AQSh va Yevropa o'rtasidagi asosiy yuk tashuvchi yo'l hisoblanadi. Shanxay, Ningbo, Shenzhen va Guangzhou kabi dunyodagi eng katta va gavjum portlarning barchasi Tayvan bo'g'ozining to'g'ridan-to'g'ri qarshisidagi qirg'oqda joylashgan. Dunyodagi eng yirik savdo kemalarining juda katta qismi ushbu bo'g'oz orqali o'tadi. Umuman olganda, Tayvan ustidan nazorat o'rnatish Xitoyga o'zining asosiy strategik markazlari uchun ham iqtisodiy ham harbiy jihatdan qalqon yaratadi. Ikkinchidan, Tayvan mikrochip sanoatidagi asosiy o'yinchi hisoblanadi. Bir necha yildan beri Xitoy va AQSh o'rtasida davom etayotgan texnologik dominantlik uchun raqobatda bu juda muhim omil sifatida ko'riladi. Shu nuqtai nazardan smartfonlar, kompyuterlar, transport vositalari, sun'iy intellektga tayanadigan qurol tizimlari va boshqa yuqori texnologiyali sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun muhim quvvatlar jamlangan hudud bo'lgan Tayvan ustidan nazorat Pekin va Washington uchun juda muhim. Tayvanda joylashgan UMS, TSMC va boshqa kompaniyalar tomonidan jahon yarim o'tkazgichlarining 60% ko'proq qismi ishlab chiqariladi. Uchinchidan, Tayvan aholisining katta qismi Xitoy bilan qayta birlashish va kommunistik rejim bilan siyosiy jihatdan bog'lanishni xohlamaydi. 70 yildan ortiq vaqt davomida rasmiy Pekin tayvanliklarga jozibador birlashish modelini taqdim eta olmadi. Xitoyning Gonkongda amalga oshirgan harakatlari esa bir davlat ikki tizim modelini amalda tugatdi. Tayvanning to'la mustaqillikka yoki mavjud status quo saqlab qolishga urinishi Xitoy kommunistik imoratining to'la shakllanishiga imkon bermaydi. Aksincha, Tayvan demokratiyasi Xitoy xalqiga noto'g'ri g'oyalarni singdirishi mumkin. O'z navbatida AQShning eng yaqin hamkorlari doimo demokratik davlatlar bo'lib kelgan. Tayvanni yo'qotish esa Amerikaning demokratiyani yoyishni nazarda tutuvchi global qadriyatlarga asoslangan siyosatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va AQSh Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi mafkuraviy raqobatning asosiga zarba beradi. To'rtinchidan, agar AQSh Xitoyga Tayvanni egallashga ruxsat bersa va javob harakati amalga oshirmasa, Yaponiya, Avstraliya, Hindiston hamda dunyoning shu qismidagi barcha boshqa davlatlar, jumladan Janubiy Koreya ham AQSh bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqadi. Bu esa Xitoyga qo'shnilariga bosim o'tkazish uchun ulkan geografik va strategik afzalliklar beradi hamda AQShning mintaqadagi ta'sirini keskin ravishda cheklab qo'yadi.